Eng yaxshisi bu yerga berishni aytandin ya. Bu yerga borsang, qaytib kelanmasliging mumkin. Mangama amal yo'q bova. Bo'ynimda sirtmoq bor. O zaharlanib o'libdi. Bakil xatarlik. Ali, bu yerdan tezroq kelsak bo'ladi. Ularning orsidagi birisini yilon chekib olibdi. Qaranglar. Avuq qum dövsünün ustida bir ko'z yinib otidi. Hey, bir ashapini anladinglarmi? Biz jasad burgilarining orsida qopdik. Hatayli! Ular beni köpke! Hatayli! 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 Tez bo'linglar! Hammamiz atrofni kuzatishga boshladik. Bu o'rda shuncha cho'ng, shuncha hayvat bo'lsa-mu, biz kirgan eg'izdan balak hech qanday chiqish eg'izi yo'q desa, avlonlar kiramagan taqdirdami ochliqdan o'ladigan gap. Hay, qaranglar. Bu yerda qondig'i bor ekan. Nima? Hammamiz uning yeng'iga qarab maqdik. Haqiqatan tamda qo'lning izi turadi. Ular bu yerga kelibdi. Ammo qandoq chiqib ketgandi? Ular bu yerga kelgili 2 kun bo'libdi. Ular mush yerdan chiqib ketibdi. Qaranglar, bu qondig'ining bir qismi tomning ichiga kirib ketibdi. Bu yerda cho'qim maxfiy eshik bor. Ha? Alanglar, tomning ichi qovotgan. Kelinglar, ishtirib boqaylik. Ha. Hammamiz tam kuchaylik. 1 2 3 Yana bir kelaylik. 1 2 3 Tam ozroq midirgandek qildi. Yana birini 1 2 3 Nemishqa ichilmaydi. Tam midirgandek qildi, ha? 30 santi ichiga kirib to'xtab qoldimi nima? Shundoq. Mo'shinchilikla ichildi. Eg'izimdan shu gapning chiqqanini bilaman. Putum qachonlarda havoda laylab qoldi ekan. Biz dastlab turgan yer tuyuqsiz ostiga ichilib, mullaq otqinicha pastga tushib ketdi. Daqiqa ichida ko'zim pastki yerga sanjib qo'yilgan ushli qo'ziqlarga tushdi. Buning bir qiltaq ekanligini xiyolimga keltirib boqmagan ekanman. Ammo endi kechikkan edim. Endi o'ldim. Beshimni udulisida cho'chiyib turgan qo'ziq ko'zimga kiray deb qolganda tuyuqsiz o'zimning eslab qolganligini sezdim. Yordagi qo'ziq bilan ko'zimning orlig'i faqat 5 santila qolgan edi. Peshonamdan oqqan ter qo'ziqqa temib turardi. Beshimni asta ko'tarib ustiga qardim. Oliya putumdan tutib olgan. Oliyaning putini Matiyan tutib olgan ekan. Shukr. Elim Matiyan menidan chaqqan kapdi. Ali, tez chiqing, kuchim qolmadi. Oliyaning qo'li borgan seri bo'shab ketayotgan edi. Barliq kuchimni yig'ib ustiga yomishib Oliyaning qo'lini tutib oldim. Oliya, chidab turing. Miringizga dastlab chiqib olay, ha? Beshimga dasimiz bo'ldi. Tez. Oliyaning murisiga dastlab ustiga chiqib olib, uning qo'limni sundim. Vanxanning jarqin deb vaqirgan ovozi anglandi. Aramizda jarqin ko'rinmaydi. Hammamiz pastga qardik. Qarab, hammamizning beshi sangilib ketgan edi. U ulgurmay qopdi. Ikki qo'ziq uning maydasidan teshib chiqqan edi. Hammamiz o'tkazgan savalligimiz, yeniklik qilib bosgan qadimimizga pushaymon qilib atatdik. Ammo uning uchun yosh to'kib turishga teqi bo'lmaydi. Qaranglar, bu qiltaq tushganlar bizlar emas ekanmiz. Pastda jarqinning jasadidan boshqa yana 4 jasad turadi.
ular uchisiga o'xshash harbiy forma kiyib olgan edi. Ularning orasida texi bir chet ellikmi turadi. Bu yerda chet elliklar nima ish qiladi? Matyan, gap qilyapman. Bilmayman. Meningcha ularning bu yer kamiga osonga tushmagandek qiladi. Ali, bu ish qachonlarda ichilib qoldi? Aliyaning bu gapidan hammamiz hayron bo'lib ishga qaradik. Ishik ust tarafdan ozroq sangilab turadi. Bilmayman. Balkim boya muni qiltaq tushganda ichilgan bo'lsa kerak. Endi mayli. Bu yerda uzoq turishga bo'lmaydi. Aras, tamdagi mashaldan birini ilib olinglar. Chiroqning to'ki qolmadi. Ma'qul. To'taylan mash'alni birdan ko'tirib maxfiy eshikning ichiga qarab yurib ketdik. Uning ichi tor bir o'ngir. To'rtli tarafdan toshdan qo'pirilgan bo'lib, intayin sipti yasalgan ekan. Buning uzunligi qanchalikdir? Tezroq menib chiqib ketkim kelyapti. Bo'lmaydi odash. Oldimizda yana nima qiltoq borligini bilmaymiz. Shunga ehtiyot bilan mamsaq bo'lmaydi. Tuyuqsiz kayn tarafdan gum qilgan ovoz bilan tang hammamiz cho'chib kaynimizga qaradik. Ishik itilib qolgan edi. Qaraganda bu to'zoqqa dasimaymiz desakmi, ilojimiz yo'q ekan. Hammasi Matyanning chiroyiga qarashdi. Ola hazal 50 metrcha mang'andan keyin o'nkirning ikki tarafga bo'linib ketganini ko'rdik. Endi qanday qilamiz? Bo'linib mangmizmi? Yo'q. Ayrilganni iyiq yer, bo'linganni bo'ra deb ekan. Ikki yo'ldan biri qiltaq bo'lishi mumkin. Bo'linsak, birimizga bo'lmasa birimizga ziyon yetib qolishi mumkin. Deganing o'rliq. Undoq bo'lsa tamoyli. Matyan shundoq degunicha chaqmoqni elib yondirdi. Chaqmoqning o'ti o'ng tarafdagi yo'lga qarab yolqinjab o'tadi. O'ng tarafga mengib boqamdiq. U yerda chiqish eg'iz boda qiladi. Qaranglar, pastda qandayga turadi? Aliyaning gapi bilan mash'alni pastga qaratdik. Pastda qon tomchilari turadi. Ammo bu qon tomchilari sol tarafdagi o'nkirga qarab so'zilgan edi. Ular sol tarafga mengibdi. Qanday qilsak bo'lar? Agishmay boqayli. Hammaylan sol tarafdagi o'nkirga qarab mangdiq. Tuyuqsiz kaynimdan shapi anglangandek bo'lib, mash'alni kayniga qaratdim. Ammo hech kim yo'q. Yuragim ansiz so'qiyotdi. Bir narsa bormikan? Bir shapini anglagandek qildim. Bo'ldilar, yo'limizga mangayli. Kaynanglar diqqat qilmanglar. Yana oldimizga qarab mengishga boshladik. Mengib. Bu yo'lning oyog'ini topolmayotdik. O'zimni xuddi go'rga ketib qolgandek his qilyotdim. O'ylab baqsam, hali ham haqning go'rdi ekanmiz. Tuyuqsiz Matyanning qo'lini ko'tirishi bilan hammaylan joyimizda to'xtab qoldik. U oldi tarafdan ko'zni uzmay qarab turadi. Nimaning ko'zi Ali? Uning ovozi qo'rqishdan titrab chiqyotdi. Oldi tarafga qarab, ishtinimga chiqirib etay deb qolgan edim. Hammamiz bir qadamdan kaynimizga yenishga boshladik. 10 metrcha nerda, chinining cho'nglig'ida ikki ko'z, Gulxonning yo'rig'ida bir yinib, bir o'chib turadi. Ali, nimaning ko'zi bundoq yo'g'on bo'ladi? Aliya qo'limni ching tutib olgan edi. Uning titrab turgan ovozidan yig'layotganligini uqilib bo'ladi. Rost gap qilsam, men orolda turardim. Bizning orqaga yenishimiz bilan tang yiliqi bir jup ko'zmur ko'tarilib, o'nkirning temig'i taqishayil deb qolgan edi. Hech qanday hayvonning buncha yo'g'on ko'zi borligini yoki bo'yining buncha egizligini bilmaydi ekanman. O'nkirning egizligimi
kimidi 2,5 metrcha kela. Adash, Matyan, u ovosdimi ya? Matyanga qarab bo'sh ovozda so'rdim. Matyan gap qilmay beshini langshitdi. Oldimdagi bir jup ko'zdan xo'rildigan ovoz anglashga boshladi. Xuddi yo'lbosning ovoziga o'xshab ketadi. Hammamizni so'besishga boshladi. Heliq ko'z asta surilib bizga yaqinlab kelyotdi. Heliq ovozmi bag'an seri kuchayotdi. O bizga 5-6 metr qolganda uning chiroyi asta ko'rinishga boshladi. Voy, ana nima karomat bu? Rostli yo'l bosgan u. Nada yurib buncha yo'qlab ketgan nima bu? Bu shahardagilar hayvonlarni qandoq boqadigandu? Qurt qo'ng'izlardan tortib odam ishongusi kamligidek yo'g'angan desa, Qara, u sal boshqacha turamdi nima? Uning terilar chirib ketibdi. Qara. Uningga sinchilab qaradim. Uning terilari haqiqatan chirib ketgan edi. Yuragim tez so'qishga boshlab ketdi. bu yo'lbos bir bo'lsa afsunlangan, bir bo'lsa murdaga aylanib ketgan. O'qing bormi adash? Yo'q, tugadi. Menda bombadan birisi qoldi. Bomba uningga kar qilamdi bilmayman. Sen bombaning pilgini tatqin. 3 sekund qolganda uningga itibli kaynimizga qochini. Agar u yetishvasa o'lganimiz shu. Hammamizning chekisidan sovuqlar qo'yilmoqda edi. Uning bastiga qaragan odammi qo'rqib jini chiqib ketadi. Tayyor bo'ldinglarmi? Bombaning piligini topdim-sa? Hammamiz beshimizni langshitdik. Bir necha sekunddan keyin Van Xan bombani yo'lbosning oldiga to'kilatdi-da, bizga qarab varqirdi. Qochmamsizlar! Oldimizga 10 metrcha yugurganda kanimizdan gum qilgan ovoz bilan o'nkirning usti gumurlib tushishga boshladi. Aran deganda heliqi ochiqqa yetib oldik. O yo'lbos qopsilib qoldi. Endi qo'llab yetamaydi. Sening deganing to'g'ri ekan. O'ng'i mamaqdan boshqa amal qolmadi. Tuyuqsiz kaynimizdagi gumurlib tushgan joydan toshlar midrashga boshladi. Biz nim bo'g'inni bilmay u yerga tikilib qaraydik. Qattiq hurkirgan ovoz bilan heliqi yo'lbos toshning orasidan etilib chiqqan edi. Uning ovozi butun o'nkirni zilzilaga keltirib o'tgan edi. Bu narsani to'sqili bo'lmagudak. Tez qichinglar. Hammamiz o'ng tarafdagi eg'izga o'zimizni otdik. Heliqi yo'lbosmi kaynimizdan agishib kelayotgan edi. Ozroqli bexaslik qilsak, u bizga yetishib olishi aniq edi. Bir chaqda Oliyaning qo'li qo'limdan ajrab ketdi-da, varqirgancha yerga go'ppadi yiqildi. Kaynimga burilib, uning qo'lini tutdim-da, kuchab tortib turg'izdim. Angacha Matyan bilan Van Xanmo kayniga yenib kelib, uni tortib yugurishga boshladik. Heliqi yo'lbosning ovozi kaynimdan chiqib o'tdi. Bir chaqda yo'lbosning oldi puti mening so'l tarafimdan ko'tarilayotganligini g'ilpolli ko'rib qoldim. O'zimni ep qichishga shuncha tirishsammi, o'ylagan ish oxiri yuz berdi. So'l miramdan kirgan yo'lbosning tirnig'i ko'zni yumib ochqucha o'ng beqinimgacha tilib o'tdi. Og'riq dastidan, eg'iz burnimdan qon o'qdek etilib chiqib ketdi. Kaynimga burilishimga heliqi yo'lbos eg'izni yo'g'on ichib menga itilgan edi. Jon ochchig'imda qo'limdagi mash'alni cho'g'ilitib, uning enigiga qattiq bir urdim. Qas qilgan ovoz bilan qo'limdagi mash'alni
o'ttirdan o'shilib yerga tushib ketdi. Yo'lbosning beshi o'nkirning ustiga qattiq tekkan edi. Uni ochchig'i kelgan bo'lsa kerak. Xiris bilan menga yaqinlashga boshladi. Uning chiroyi endi aniq ko'rinishga boshlagan edi. Uning bosh qismining terlarimi chirib, ustixonlari ko'rinib qolgan edi. Oldimda xuddi gigant pildak hayvat turardi. Men asta kaynimga chekinishga boshladim. Umu men bilan tang oldiga bir qadam mengayotdi. Endi nega qochsan degandek tishlarini chiqirib turardi. Uchamda hech qanday kiyim bo'lmag'achqa, uning tirnig'i teramni xeyli cho'nqir tilib o'tgan edi. Endi o'limga tayyor turmasam bo'lmag'adak. Tuyuqsiz yuzimni bir tosh surib o'tdi-da, yo'lbosdan beshig'ili tagdi. Ali, tez qoch! Kaynimdan Maltiyanning ovozini anglab, burilib qochishga boshladim. Yo'lbosmo kaynimdan iz bisibli qo'g'lab kelib o'tdi. U yetishib olayli deb qolgan edi. Oldimizda chiqish eg'izi g'ova ko'rinib o'tdi. Chiqish eg'izini ko'rib, putqulimga jon kirib, texmo tez yugurishga boshladim. Yo'lbosmo sur'atini tezlatib, menga yetishib olayli deb qolgan edi. Ana, chiqish eg'izi 10 metr, 5 metr. Chiqish eg'izdan chiqishimga ko'zimga tik qiya ko'rindi. O'zimni to'xtatay desam-mu, sur'atim tez bo'lg'achqa to'xtashga amalsiz qoldim. Yuragim eg'izimga kaplashib qolgan edi. Tuyuqsiz sol qo'limdan birsi tutib olib kuchab tortdi. Aran deganda yorining temiga chaplashib turib oldim. Kaynimdagi yo'lbos meni tutib olaman deb o'zini otgan bo'lsa kerak. O'zini to'xtatib ololmay, tik yordan o'rkirginicha tushib ketdi. Chiqish eshigining o'ng tarafida Matiyan bilan Van Xan tik yorga chaplashib turgan edi. Mening yonimda bo'lsa, Oliya turardi. Mening qo'limdan tutib olgan Oliya edi. Biz dastlab turgan yer oroli 20 metr keladigan bo'lib, osti taraf tegini ko'gil bommug'idek darajadagi ha. Oliyaga rahmat aytay desam-mu, eg'izimni midirlatqudek olim qolmagan edi. Eg'izimdan chiqqan qonni ko'rgan Oliya cho'chib ketdi. Matiyan kelib meni yulashtirib, o'nkirning ichiga akirib o'ltirg'izdi. Qandoqroq tursan Ali? Bunda qila, dumangni ko'rib boqay. Mana. Matiyan shundoq degash kaynimga o'tdi-yu, ammo bir eg'izmi gap qilmadi. Yaramning eg'irligi ko'nglimga ayon edi. Sen qandoq bilasan? Ha? Boy qechib yetib qarsam, kaynimda ko'rinmading. Ko'nglim bir shumliqni sezib kaynimga yonlandim. Shu chog'da ko'rib qolgan. Rost gap qilsam, sening kelishingni o'ylamabdi ekanman. Seni qandoq tashlab qo'ya olmayman, og'ayni. Bo'ldi, jiq so'zlama. Qon ko'p chiqib ketibdi. Hozir bir amal qilib, qonni to'xtatmasak bo'lmaydi. Yaram eg'irmi ekan? Shundaqqa. Uning tirniqi sol mo'randan belikaning ostigacha cho'nqur tilib yetibdi. 40-50 santilar chiqqidek. Qaraganda bu yaramni tikkucha ikki yo'gam yeb ketdidek-chimi? Mushalda turib yana chaqchaq qilayotganingizni. Siz bizga lozim. O'rlang, yarangizni tangaman. Oliya bunda qo'pol so'zlagan bilan uning ikki ko'zidan yosh chiqib turadi. U menga ich og'irtyotamdi yoki mening yaralanganimga chidamayyotamdi belgilab bo'lmaydi. U ko'zini mening ko'zimdan uzmay qaraydi. O'zimni shundoq o'ng'aysizlangandek uning qarashdan ko'zimni ib qochdim. U meni yaxshi ko'rib qoldimi ya? Men hech qachon yaxshi ko'rishning qanday bo'lganligini his qilib batmagan. U mening qo'limni tutgan tunji ayol zoti. Bu dokini nereden topdingiz?
Eliq somkada bakandiq. u shundoq degash yaramni ching tingishga boshladi. Har bir qitim tatqanda ichishib og'rib ketadi. Ammo men undamasdan tishimni tishlab turdim. Kim sizni chaponni tashivatsin debdi? Elingma chaponni. Menga soqqay turib bersizmi? Bu menga kichik gap qoldi. O'zingiz kelganingiz yaxshi. Boshqalarning sizga bergidek ortiq kiyimi yo'q. u shundoq degash o'zi kiygizib qo'yishga boshladi. u kiyimni kiygizib qo'yayotganda ko'zni menimdan o'zmay qarab turadi. O'zimni bilib bilmay uning ko'ziga qarab qolgan edim. Hech qachon his qilib boqmagan bir sezim badanimni chirmab oldi. Yuragim o'zimni tuymagan holda tez so'qishga boshladi. O'zimning bayon nima uchun uning qo'lini chin tutqanimni bilmaydim. Qo'rqishdimmi yoki yaxshi ko'rishdimmi? Ammo hozirgi hissiyotimni ifodalab bermayotgandim. Balkim bu yaxshi ko'rish bo'lsa kerak.